Alloh fazl bersin bugun. Yo'l jamoatniki. Kimdir bor xayoli parishon. Kimdir bor muammoda, kimdir bor qarzdor, kimdir bor shoshyapti, ichida kasali bor. Kimdir bor bemalolroq, unutib qo'ygan, qayerga borishligini bilmaydi. Kimdirlar bor bugungi kundagi yangicha yo'l harakatlarini hali tushunmaydi, birodar. Buncha injiqlik qilasiz. Yo'llarda buncha to'z-to'polon. Yo'llarda buncha baqir-chaqir, buncha asabiylashish. Birodar, mashalloh. Sizda biror bir xato yo'qmi? Sizda ham xato bor-ku. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Bir voqeani eshitdim kecha. Bir otaxon yo'lda noto'g'ri mashinani haydaganliklari uchun bir yosh yigitni yo'lini to'sib qo'ygan ekanlar. U yigit ham baquvvat sportchi bola ekan.